ayni bu videoda iPhone olmoqchi bo'lganlarga o'ta kuchli takliflar bo'lib, siz iPhone olmoqchimisiz? Albatta bu videodan so'ng o'zingizga mos iPhone'ni tanlay olasiz va o'zingizga mos Android smartfonni. Kun davomida bizga 100 dan ortiq chegirmada smartfonlar kirib keladi va bu smartfonlarda har kuni videolar orqali YouTube'ga video joylaymiz. Har kuni video joylaymiz. Bizda ikkita profil bor. Xudo xolasa bizga obuna bo'linglar. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaring, kun davomidagi telefonlar haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tilgan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile bugungi ajoyib narxlarni sizlarga taqdim etadi. iPhone 12 Pro 128-95 foizli yangida bironta nuqtasi yo'q, ideal qora rangda. $345, $348 tashkil etadi. Ikkalasi ham 90 dan baland. 97 foizli 128 talik iPhone 12 Pro'larimiz bor. Yangida Amerika, Dubay, Koreya regionida ideal 358 dan 348 gacha bor. iPhone 4 Pro 128, 95 yoki 94 foizli ideal hozirda yo'q ekan. Smartfonning narxini chegirma narxda mana olib bor ekan. Batareykasini ko'rib beraman sizlar uchun. 96 foizli ideal sostoyanida iPhone 14 Pro white titanium rangda. Eng arzon narxda $570 ga. 128 76 foizli $270 ga iPhone 12. 128 96 deganim 96 foizli. O'ta ideal holatda 76 desa ham bor. Uni narxi $245 ga. Keyin esa S15'larimiz kirib keldi. A+ segmentda yangidek holatda bu smartfonlarimiz narxiga keladigan bo'lsangiz, sizlar uchun chegirma narxda $210 dan. Bu smartfonlar bitta ishlatib ko'ring. Haqiqiy flagman segmentdagi 5G ni qo'llab-quvvatlaydigan, ishlatganda haqiqiy rohatni his qilishingizni ta'minlab bera oladigan S15'lar shular bo'ladi. O'zgacha stilni xohlayotganlar uchun ochiladi, bukiladi, lekin ekrani hech qachon bukilmaydi. Buni ekrani shunaqangi sehrli ekran. Dinamik AMOLED 120 Hz 2x li eng tezkor ekran bilan jihozlangan. Smartfon g'ayrioddiy ko'rinishga ega. Narxi esa $229 dan Flip 3larini, salafanlari olinmagan, даже yangi bo'lgan telefonlarni taqdim etamiz. Xohlagan rangda xarid qilish imkoniyatiga egasiz. iPhone 13 Pro Max 128 86 100% radno $553 ga. Qora rangda Amerikadan kirib keldi. 256 100% iPhone 1 Pro $275 ga A+ holatda O'zbekistonda ishlamagan, chetdan kirib keldi bizga. O'ta darajada ishonchli. 64 GB 97 Koreya va Amerika regionida. Amerikaniki 315, Koreyaniki 319. Ikkalasi ham yangi holatda. Honor X9C Smart bu ishlatilmagan, yangi vitrin uchun ochilingan, sim karta qo'yilmagan, hamma yo'g'i yangi turibdi va bu yangi smartfon o'zini bazadagi narxi $270, 275 80 sotiladi. Buni narxi rabochiy narxidan emas, rabochiy $240 sotilyapti. Bu $220 ga ishlamagan telefonni taqdim etaman. iPhone 2 6483 $269 evaziga 100% radno ishonchli. Endi $125 ga 8 ga 128 talik Huawei ideal holatda 11i modeli. Dizaynni qaranglar. 140 dan umuman kam yo'q telefon 125 ga chegirmaya tushdi. Foydalanib qoladigan vaqti 6000 amperli Huawei Y72. Huawei bozorni egallab oldi. Huawei bu mirovoy brendga aylangan, bozorga qimmat brend bo'lib kirgan va o'ta bagati smartfonlarni ayni damda $125 ga 6000 amperli zaryadning hamma yo'g'i full box holatda. iPhone 2 256 97 narxi esa chegirma narxda $318 ga. E'tibor bering, narx ancha arzon. iPhone XS 6400 $189 ga. Endi yana bitta iPhone XR'imiz bor edi. Bu ham 6400 li $185 ga. Yangidek holatda iPhone XRni Xitoy, Yevropa davlatlari o'ta suyib ishlatadi, chunki bunaqa iPhone XR chiqmagan iPhone tarixida. O'ta jozibali, o'ta noyob, o'ta yumshoq ekran. iPhone 5 bu iPhone 4 Pro dan yaxshi, Type-C orqali zaryadlanadi. 128 90% li $540 ga. Bunaqa holatda 14 Pro'larni kamida 570-580 ga olyapsizlar. iPhone 7 32 128 ekan, 100% li narxi $90 evaziga. A53 ni $145 qilib beraman, yangidek qora rangda. S23larimiz kirib keldi. Bizda ikki xil variantda bor, 512 talik va 256 lik. 455 ga $465 ni tashkil e'tibor beringlar. $400 dan qimmat telefon 355 ni tashkil etadi. 365 ga albatta 512 talik. $82 ga A13 salafan bas korobka holati, ideal holatda. $102 ga Note 11 128 talik dual sim kartali. 8256 lik $123 ga A15 zamonaviy dizayn, qulay imkoniyat. 512 talik S23 ni islomiy green rangi.
$365. Bizda 5G ishlatsa arzon narxda smartfon so'raganlarga Note 11 E 5G $100, atiga $100 evaziga bizdan Samsung S20 xarid qilishgan. 240 ga va O'zbekistonda ozgina ishlaganligi bois $185 ga A- sal-pal chexolnisiz chiqqan variantini taklif etaman. 128.90 dan baland, 64.90 dan baland, 245 ga $255 ni tashkil etyapti. iPhone 11 da bunaqa ideallari ko'plab joyda mavjud emas. 32-100% $110 ga iPhone 7 Plus modelimiz. Note 10 Plus'ni bilasizlar, 245 dan umuman kami yo'q. Bir dona 230 ga A+ ekanligi zavodskiy broni plonkasi hali olinmagan varianti kirib keldi. 64-83 da aytib o'tdim. Xudo xolasa, smartfonlar nihoyatda ko'p va kun davomida bundan-da qiziqarli smartfonlar birinchi filialda. Qo'limda katta kolleksiyada 22 Ultra. Bu oddiy smartfon emas, bu texnologiyalarni eng revolyutsiyasi. Bu smartfon haqiqiy sizga kuchli emotsiyani taqdim etadi. Bu flagman hissiyotini taqdim etadi. Bu 2 megapikselli premium flagman kamera bilan jihozlangan premium smartfonni 108 megapikselli kamera bilan jihozlangan. Bu smartfon narxi A+ $340, $440, A- $380, bezonikalisi esa $450-455 ni tashkil etadi. Bizda kolleksiyada hamma ranglari bor, salafonlar olinmagan, telefonda bitta nuqta yo'q, xuddi yangidek. Sizlar uchun eng asosiy chegirmalar birinchi filialda. Va biz u filialga hozir kirib obzor qilishga harakat qilamiz. Vaqtimiz yetib qolsa, inshaalloh, yetmay qolsa, Telegram kanal qo'yib qo'yaman pastga. Kirib albatta obuna bo'lishlarini so'rab qolaman.